Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadakacı Rosa Washington'da sözleyimiz. Bugün çeşitli işkemen 20. 3. ayının 1. günü haftaga yakshanba. Vaziyet doğrusu degap qilsak vatandaşlar, tunigillardan yaki 29. günü etrafında Şang'da yani Hong Kong'da yana bir qatam ko'tarilish yuz berdi, namoyish yuz berdi. Kaç tarafta saat 8'lerden aşkandı bu namoyish, zo'ravonlik bilan to'qinishga aylandi. Yani saqchilar ko'zdan yosh oqadigan bomba otdi, qizil much suyuqligini chashdi, hatto muxbirlar qartdi. Bugungi vaziyatimiz, alayda vaziyatimiz shu. Bugun buni munosabat qildi vatandoshlar leksiyalarimizni so'zlaymiz. Birinchi mavzumunda Prezident Trump Amerika diagnoz qo'yilgan bemor 22 ga yetdi. Oldini elish tadbirlarimizni kuchaytirishimiz kerak deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 3. ayning 1. kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump bunday ko'rsatdi. Amerikada yuqumlangan bemor 22 nafarga yetdi. Qadamma-qadam oldini elish va cheklash tadbirlarini yo'l qo'yib, yuqumliq virusning tarqalishini azaytishni o'ylashimiz. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati o'xshashla ironliklarning chegaradan kirishini cheklaydiganligini e'lon qildi. Prezident Trump shanba kuni, ya'ni 29 kuni Oqsaroyda muxbirlarni kutib olish yig'inida bunday ko'rsatdi. Amerikada 22 nafar kishi yangi tipli virus bilan yuqumlandi. Buning ichida 4 nafarning kesili og'ir. Prezident Trump yana bunday ko'rsatdi. Shanba kuni yuqumliq virus bilan yuqumli vafot bo'lgan amerikalik 60 yoshli bir ayol kishi bo'lib, bu kishini davolash qiyin bo'ldi. Amerika yuqumli kasallarning oldini olish va tizginlash markazining mudiri Robert Redfield bunday ko'rsatdi. Bu nafar ayolning sayohatga boshqa davlatlarga chiqqanligini isbotlaydigan dalil yo'q. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Yangi tipli yuqumlanish Amerikada qo'shilishi mumkin, ya'ni yana ko'payishi mumkin. Biz qadamma-qadam oldin olish tadbirlarini qo'llanib, kasalning tarqalishini azaytamiz. Jumladan Amerika bilan Meksikaning davlat chegarasini taqash qatorliqlar. Biz hozir davlatimizning barliq chegaralarini o'ylashyapmiz. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Bu yuqumli virusning tarqalib ketishiga qarshi turish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati hozirgi zamon tarixidagi eng faol harakatni qo'llandi. Muavin prezident Mike Pence muxbirlarni kutib olish yig'inida bunday ko'rsatdi. Amerika hukumati ironliklarni Amerika chegarasidan kirishni cheklashni qaror qildi. Chunki hozir virus Jungodan qolsa Iron, Irondan qolsa Koreya hozir, Koreyadan qolsa Italiya, Italiyadan qolsa Yaponiya shunday tarqaldi vatandaşlar. Yana bir xabar, hurmatli vatandaş. Davlat ishlar kotib Mike Pompeo Jungo bilan yarashadigan bir ishga taqab etdi. Mavzuli xabar 3. ayning 1. kuni Twitter orbitida e'lon qilindi. Abdur Huang'dan xabar bunday boshlanadi. Xabar bunday boshlanadi. 2. ayda Twitter orbiti hozir prezident davlat ishlar kotib Mike Pompeo'ni tanqidlash xarakterida yozibdi bu xat. Maqolani, xabarni biz vatandoshlarga shu paytda anlatamiz. 2. ayda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo nurg'unlagan xalqaro so'rovlarda Jungoga hujum qildi. Myunxen bexatarlik yig'in mezgilida Jungo Kompartiyasi prinsip va qoidani asos qilgan xalqaro tartibga buzg'unchilik qildi deb tanqid qilib, G'arb dunyosi hozir g'alaba qilyapti dedi.
Amerikani ziyorat qilgan, kechiringlar, Afrikani ziyorat qilgan mezgilda shu davlatlarning Jungoning texnika turlaridan voz kechib, Amerikacha andizalarni tanlab olib, hamkorlashishga tashabbus qildi. 2-25 kuni Jungo Volko'chisi gazetining 3 nafar muxbirini Jungodan chiqarib atganda, davlat ishlokati Mike Pompeo bu muxbirlar Jungoning virusga qarshi kuch chiqarmaganligini tanqid qilgan edi. Rost shunday. Muxbirlarni qo'llab chiqarib o'tdingiz Jungolar apandi gap mana edi. Bularni ko'rib olishga bo'ladiki, davlat ishlokati Mike Pompeoning Jungo qaratgan pozitsiyasida qilchi yumshash alomati ko'rilmadi. Sizningcha Jungolar apandi, to'rbiti, sizning pozitsiyangiz yumshadimi? Yuqumliq virus qarshi jihati Prezident Trump va prezidentning iqtisod amaldorlari Jungoning tizginlash, oldini olish tadbirlarini aktiv baholagan bo'lsa-mu, lekin davlat ishlokati Mike Pompeo yana Jungoda oshkorlik yetarsiz bo'ldi deb tanqid qildi. Davlat ishlokati Mike Pompeo Amerikaning bosh diplomati bo'lishibdi bilan iqtisod masalasini, davlat bexatarligi masalasini, kishilik huquq va qimmat qarashlar masalasi bilan birlashtirdi va Jungoga davomli bosim ishlatdi. Davlat ishlokati Mike Pompeo Huawei shirkatiga bosim ishlatishni yo'q ko'tardi va adliya organlari bilan birlashib yangi ayblashni kuchaytirdi. 2-28 kuni Huawei masalasi bo'yicha ishga yig'in ochilganda davlat ishlokati Mike Pompeo Huawei shirkati g'ayri bozor kuchi deb ayblanganda Huawei'ning eksport qilishini cheklashni qo'lladi. Obyektiv jihatdan qaraganda davlat ishlokati Mike Pompeoning Jungoni tanqid qilishi va davlat ishlokati Mike Pompeoning davlat bexatarligi masalasi bo'yicha bir qattiq qo'l rahbar ekanligini qadam mustahkamladi. O'zining bir qattiq qo'l rahbar ekanligi o'rnini qadam mustahkamladi. Sodi tijorat, fan tadqiqotgacha, kishilik huquq, diniy e'tiqoddan axborot erkinligigacha davlat ishlokati Mike Pompeo o'zining qattiq qo'l obrazini Jungo masalasi bo'yicha qattiq qo'l obrazini yaratdi.